Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining 2025-yildagi eng oxirgi soni efirda. Tobora yaqinlashib kelayotgan tiriklikning yana bir yangi yili esa barchamizga yaxshiliklarni olib kelsin. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni ko'rib turganingizdek O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Kubayeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling opajon. Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Yaxshi keldingizmi? Juda ham zo'r. Bayramonasiz. Juda ham. Ko'rinishingiz go'zal. Va yana bir narsa quvontiradiki, Xo'p. ko'rinishimga ruhiyatim, ya'ni ichki holatim mutanosibligi. Juda ham xursandman. Bilindi. Shu kunlarda bir boshqachaman. Behisob shukur. Shu narsa yo'qolib qolmasin. Ilohim, umri uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Surat bilan siyrat istang istamang baribir har doim bir xil bo'lavermaydi-da. Bu bizga xos bo'lmagan narsalar. Lekin har qanday fikr munosabat o'sha labimizdagi tabassum ruhiyat bilan bog'liq. Albatta. Ruhiyatni tarbiyachisi nima sizningcha? Ruhiyatni kim yoki nima tarbiyalaydi? Mana o'zingizdan kelib chiqing. Albatta biz hammamiz bu dunyoga kelgan yo'lchilarmiz, kelib ketuvchilarmiz. Asli uyimizdan kelganmiz. U yerdan ko'p narsalar bilan kelganmiz va ko'p vazifalar bilan kelganmiz. Usmon Azimni bir gapi bor-ku, rolimni yozmishdir azaldan jabbor, menga adashma deb faqat buyurilgan. Adashma deb buyurilgan. Qarang. Lekin baribir adashamiz. Mana shu adashish, xatolar nima uchun kerak inson hayotida? O'zini anglash uchunmi, hayotni anglash uchunmi? Biz ham o'zimizni, ham vazifalarimizni, ham hayotni anglash uchun kelamiz. Ko'proq o'zimizga urg'u bermoqchiman. Ko'proq shu o'zimizga borib taqaladi-da. Xo'p. Masalan, qarang, hech narsa bejiz bo'lmaydi-da. Xo'p. Men yangi hikmati bor she'rlarni qidirib yuraman. Usmon Azimning shunaqa bir eslatmasi bor-da. Qarang, shu mavzuga mosmi deyman-da. Odamlarga umrini boshlashdan oldin topshiriladigan eslatma. Nima qilishingni o'zingdan so'ra. Dunyoga bekorga kelmagansan. Ammo o'zing qayda? Bu cheksiz dunyoga sochilib ketgansan. O'zingni yig'ishtir, zarrama-zarra. Zarrama-zarra o'zingni qur. Unutma, sendan boshqa odamlar ham bor. O'zingni ayama boshqalardan. O'zingdan olamga qara. Tangri izn bersa, uni sen ham ozgina yaratasan. Iloji bo'lsa, qarang, iloji bo'lsa, o'lganingdan so'ng dunyoga o'zingni qoldir. Iloji bo'lmasa, achinma. Xudoning bir koriga yaragansan baribir. Masalan, bu odamday yashash hammaga nasib etgandir Tangri. Yoki bu odamday yashamang degandir. Go'zal. O'shaning uchun ham she'rda so'zda sehr, she'rda hikmat bor. Ko'p she'r o'qiysiz. Deyilgan. Chunki o'sha nega degan savollarimga javob topaman. Nega, qayerdasan, qayerga ketyapsan? Tafakkur qiladigan insonlarda bu savollar bo'ladi-da. Sizda mana shu savollar ko'paydimi, kamaydimi? Ba'zan ko'payib ketadi. Ba'zan qanday vaziyatlarda? Shu yolg'iz qolganimda